Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, mana bir soat o'tib, yangi hijriy sana ham kirib keldi. 1447-yil 1-Muharram kuni. Alloh taolodan bu kunni, bu sanani, bu yilni muborak qilishini so'rab va ma'sur yuqorida aytib o'tganimizdek, ma'sur duoga qo'limizni ochmoqchimiz. Va albatta duoni bismillah, hamd va sano va salovat bilan boshlab Robbul alamindan mag'firat so'rab, so'ngra ma'sur bo'lgan ushbu duoni qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma antal abadiyul qadim. Allohim sen abadiy zotsan, qadim zotsan. Va hadihi sanatun jadida. Bu yangi yil, ya'ni yangi sana kirib keldi, hijriy sana. As'aluka fiha al-ismata minash shayton va awliyaihi. Allohim bu hijriy yangi sanada sendan shayton va uning do'stlaridan panoh so'rayman. Shayton va uning do'stlaridan omonda bo'lishlikni so'rayman. Va la'una ala hadhihi an-nafs al-ammarati bis-su'i. Yomonlikka boshlaydigan nafsimizdan panoh tilayman. Val ishtighal bima yuqarribuni ilayka ya zal jalali wal ikram. Va ey karam va ey ulug'lik va karam egasi bo'lgan zot, har bir ishki senga yaqinlashtiradigan, senga yaqin qiladigan ish bilan mashg'ul bo'lishlikni so'rayman. Amin ya robbal alamin. Mana e'tibor qildingiz do'stlar, yangi hijriy sanamizni 1447-yil, bugun 26-iyun, 1-Muharram kunimizni ma'sur duosini oxirida bir jumla ketdi. Val ishtighala bima yuqarribuni ilayka ya zal jalal wal ikram. Ey jalol va ikrom egasi, senga yaqinlashtiradigan amal bilan mashg'ul qilishingni so'raymiz dedik. Ya'ni foydali ish, har bir ishki uning tagida xayr va manfaat bor bo'lgan ishga mashg'ul qilishingni so'rayman. Ey Robbim, aslo va aslo bekorchiliklar bilan bizni azoblamagin. Ey Robbim, aslo va aslo boshqalar bilan ovora bo'lib, boshqalarni mahkum, boshqalarni hukm, boshqalarga baho berib qo'yadigan bekorchi narsalar bilan mashg'ul qilib qo'ymagin. Ey Robbim, har bir ishniki sendan so'raymiz. U ishimizda sening rizoyingni umid qilamiz. Senga yaqinlashtiradigan amallarga bizlarni muvaffaq qilib qo'ygin. Bu kirib kelgan yangi hijriy sanamizni butun dunyoga tinchlik yili qilgin. Ofiyat yili aylagin. Baraka sanasi qilgin. Jumladan musulmonlarga ham, jumladan yurtimiz xalqiga, aziz xalqimizga va vatani azizimizga muvaffaqiyatlar bergin. Va sallallohu va sallama ala sayyidina Mavlana Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.